Assalomu alaykum. Mening aziz bilimli bolajon kanalimning muxlislari. Bugun 2-sinf matematikasidan 115-dars bo'luvchilar va karralilar. Yondosh mavzu an'analar Navro'z. Bo'luvchi, karrali, ko'paytuvchi. Birinchi misol. Navro'zga bag'ishlangan bayramda 8 nafar qiz milliy xalq raqslarini namoyish etishdi. Ularni bir nechta teng guruhlarga bo'lish kerak. Har bir guruhda nechta nafar qiz bo'lishi mumkin? Bu joyda hozir biz 8 ta raqqosa qizni ko'rib turibmiz. Ularni agar biz 8 tani 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 dan, 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 dan guruhlariga bo'linadi. Ikkinchi misol. 28, 45, 35, 64, 56, 49, 29, 14, 17, 42 sonlar qatoridan 7 ga bo'linadigan sonlarni toping deydi. Xo'p, 7 ga bo'linadigan. Biz uning uchun karrani juda yaxshi bilgan bo'lgan holatda 28 ni 7 ga bo'lsak bo'ladi 4, 45 7 ga bo'linmaydi, 35 ni 7 ga bo'lsak 5, 64 7 ga bo'linmaydi, 56 ni 7 ga bo'lsak bo'ladi 8, 49 ni 7 ga bo'lsak 7, 29 bo'linmaydi, 14 ni 7 ga bo'lsak 2, 17 bo'linmaydi, 42 ni 7 ga bo'lsak 6. Mana shu tarzda ikkinchisini ham ishlab qo'yamiz. Mana bunday mana. 28, 35, 56, 49, 14, 42lar 7 ga bo'linadi. Keyingisi esa 2, 6, 3, 4, 8. Bu sonlar esa 24 ga bo'linadi. 24 ni 2 ga bo'lsak 12, 24 ni 6 ga bo'lsak 4, 24 ni 3 ga bo'lsak 8, 24 ni 4 ga bo'lsak 6, 24 ni 8 ga bo'lsak 3 hosil bo'ladi. Ya'ni 24 ga bo'linadigan sonlar shulardan iborat. 3-chi misol. 9, 5 va 45 sonlardan foydalanib 4 ta tenglik hosil qiling deydi, yozing deydi. Bo'luvchilar va karralilarni ayting. 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45 hosil bo'ladi. Ya'ni karralisi bu joyda karrali sonlar 9 va 5 karrali. Xo'p, 45 ni 9 ga bo'lamiz. Bo'ladi 5. 45 ni 5 ga bo'lsak bo'ladi 9. Shunga o'xshagan 4 ta tenglik tuzing deb bizdan so'rab turibdi. Ya'ni 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45, 45 ni 5 ga bo'lsak 9, 45 ni 9 ga bo'lsak 5, 5 ni 9 ga ko'paytirsak 45. Mana 4 ta tenglik yozildi. Bo'luvchilar va karralilar. A bo'lib B barobar S ga teng. A soni B sonining karralisi. Xo'p, B soni A sonining bo'luvchisi, ya'ni B A sonining bo'luvchisi bo'ladi. A soni B sonidan kattaroq. O'shaning uchun B soni A sonining bo'luvchisi hisoblanadi. Mahmud 64 soni 7 ga karrali desa, Laziz 6 soni 42 ning bo'luvchisi deydi. Ulardan qaysi biri nohaq? Mahmud 64 son 7 ga karrali. Yo'q, bu karrali emas. Hech qanday biz 7 ni biror bir songa ko'paytirsak 64 hosil bo'lmaydi. Laziz 6 soni 42 ning bo'luvchisi deydi. Bu to'g'ri. 42 ni 6 ga bo'lsak 7. Ya'ni bu joyda Laziz haq ekanligini, Mahmud esa yanglishganligini ko'rsatib turibdi. Hurmatli o'quvchilar, 9 va 115-darsdagi misol masala bu uyga vazifa. Albatta uyga vazifani birgalikda bajaramiz. Uzunligi 20 katak bo'lgan kesma chizing. Uni siz nechta bo'lakka bo'la olasiz? Barcha variantlarni yasang. Buni hozir birgalikda yasaymiz. 20 katakli kesma. 20 ni 4 ga bo'lsak 5 ta bo'lakka bo'la olamiz. 20 ni 5 ga bo'lsak 4 ta bo'lakka bo'la olamiz. 20 ni 2 ga bo'lsak 10 ta bo'lakka, 20 ni 10 ga bo'lsak 2 ta bo'lakka bo'lishimiz mumkin. 10-misol. 12, 63, 45, 21, 28, 27, 36, 72 sonlar qatoridan 9 ga karrali sonlarni ayting deydi. Ya'ni bu joyda 12 ni 9 ga bo'lib bo'lmaydi. 9 ni 6 ga ko'paytirsak 63.
Xo'p, 45 bu bizaga 9 ga taalluqli emas, 21 ham taalluqli emas. Bu joyda 28 ham taalluqli emas. 27 bu taalluqli. 9 ni 3 ga ko'paytirsak 27, 36 ni 9 ga bo'lsak 4, 4 kara 9 36, 72, 9 kara 8 72, 72 ni 9 ga bo'lsak 8 hosil bo'ladi. Albatta siz karrani yodlagan bo'lsangiz, bu misol juda oson ishlanadi. 63, 45, 27, 36 va 72 sonlari 9 ga o'ylamasdan bo'lib ko'paytirib chiqarishimiz mumkin. 9 ni 7 ga ko'paytirsak 63, 9 kara 5 45, 9 kara 3 27, 9 ni 4 ga ko'paytirsak 36, 9 ni 8 ga ko'paytirsak 72. Bu mana shu sonlar karrali hisoblanadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonlari qatoridan 30 sonning bo'luvchilarini ko'chirib yozing deydi. 30 qaysi sonlarga bo'linadi? 30 ni 2 ga bo'lamiz 15, 30 ni 3 ga bo'lamiz 10, 30 ni 4 ga bo'lib bo'lmaydi, qoldiqli chiqadi. 30 ni 5 ga bo'lamiz 6, 30 ni 7 ga bo'lamiz, bo'linmaydi. 30 ni 8 ga ham bo'linmaydi, 9 ham bo'linmaydi. Ya'ni 2, 3, 5, 6 sonlari 30 sonning bo'luvchilarini hisoblanadi. Ya'ni u mana bu tarzda mana 30 ni bo'lamiz 2 ga 15, 5 ga bo'lamiz 6, 3 ga bo'lamiz 10, 6 ga bo'lamiz 5. Albatta siz karrani yodlab olgan bo'lsangiz, misollar osonlik bilan bajariladi. Hurmatli aziz mening muxlislarim, 115-dars shulardan iborat edi. Albatta siz bu joyda bo'lishlarni, ko'paytirishlarni va shunga o'xshash karralilarni topib bilib oldingiz. Keyingi darsgacha xayr mening azizlarim.